Yangi ariq 24 kanali. Yangi ariq 24 kanali. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Yangi ariq 24 ni doimiy kuzatuvchilari. Bugun Yangi ariq tumani xalq tili bilan aytilganda kommunizm, ya'ni nomahallada bir Shihbog'i mahallasida do'stlar ko'chmas mulk ko'rsatchakmiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz kotej bormi, kotej ko'rsating, kotej kerak deb telefondan urdilar, kommentariyadan yozdilar. Do'stlar, men sizlar uchun bir etajli kotejimiz bor do'stlar. Mana orientirga keladigan bo'lsak, hozir orientirni yo'lini ham ko'rsatib ketchakda. Endi ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Xo'jaxonov doktorning uyi bu yon taraf, yana ko'rib turganlaringizning doktorlarning ko'chasi desa ko'pchilik biladi. Shu yerda do'stlar, shu kotejimiz bor, sotiladi. Kotejimizni obzor etib ko'rsatamiz. Narx-navolarni masalan batafsil aytib o'tamiz. Kiraverish qismidan kirib boramiz. Eshikdan girdik. Girganimizdan berimiz noviz, bu mashina qo'yish uchun mo'ljallangan joy do'stlar. Bu hali toza joyimiz, yashalmagan. Shuning uchun kelib bemalol o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bog' taraf ham bor, bog'imiz ham katta, kichkina emas. Bog'imiz ham zo'r do'stlar. Prosta bir e'tibor talab bo'lib qolgan, bir e'tibor berib o'zlaringiz masalan ekin-dikin aytaman desangizlar, ekin-dikin etib foydalansangizlar bo'ladi do'stlar. Bu yon tarafimizda yozgi tualetimiz. Bu yonimizda Mana kladovka hisobi ekan do'stlar. Kladovka hisobi ko'rib turganlaringizdan tikan bosib yotibdi, qarashik yo'q. Qarashik etib o'zlaringiz kelib foydalansangiz bo'ladi do'stlar. Bu yon tarafda gaz, svet, kommunalkalardan umuman muammo yo'q, bilasizlar. Ikki yon boshimiz ham odam yashaydi, ko'ngillar bor. Kommunalkalardan esa eslatib o'tamiz, muammo yo'q do'stlar. Endi qaranglar. Yana bir narsani aytaman. Bu yon tarafimiz kotelxona hisoblanadi. Kotelxonamiz ham Ariston bor. Kotelimiz bor. Ishlatib turibdi. Pastda suv nasosimiz ham bor. Aristonimiz. Mana kotelimiz. Ko'rib turganlaringizdek. Mana endi joyga kiramiz, bismillah deb. Bizning videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlasangizlar, xudo xolasa sizlar uchun aynan kerakli bo'lgan temada videolar, obzorlar qilib boramiz do'stlar. Yelkandan o'ng qo'lda qo'li o'tayverasizda rakovina bor. To'g'ri kiradigan bo'lsak, bu yon tarafimiz zol ekan. Otopleniyasi o'tib turibdi, svet kelib turibdi. Gaz svet boqib eding. Gaz, svet, suv hamma narsa bor dedilar. Internetdan kelib turibdi do'stlar. Chap tarafdan birinchi xonamiz, bu yon tarafimiz kuxni hisoblanadi. Gaz plitalar turibdi. Qolgan narsani o'zingiz aytsangiz mumkin bo'ladi. Bu yon tarafimizga o'tadigan bo'lsak, bu yon tarafimiz boni. Boni ham yana ko'rib turganlaringizdek, beram shu e'tibor talab, o'zingiz kelib, o'zingiz remont etib, kerakli yerlarni, lekin kafelar bosib tayyor turibdi. Xullas bir ozgina bir champag'larni ortish kerak. Ozgina bir ishi bor, bular almashtirib, xullas medachuda ishlar. Ko'rib turganlaringizdek, bonimiz ham. Bu yon tarafga o'tadigan bo'lsak, bu yon tarafimiz tualet. Tualet bonisi отдельный. Tualetimiz ham bu qishki yangi ko'rsatganim yozgi tualet. Xullas bo'lishi mumkin emas. Keyin bir xona spalniy bu. Yerimiz bir xona. Bu yonimiz ikki xona. Spalniy beram. Bu yonimiz 3 xona. Ben zolat sezlar ham bo'ladi. Agar yo'q desangizlar, spalniy sez ham bo'ladi. 3 spalniy, bir dalan, keyin bir zalimiz bor. Tualet, banisi отдельный, kuxnisi отдельный do'stlar. Necha kvadrat ber? 600 kvadrat, 600 kvadrat. Hujjatimda muammo yo'q axir.
hüccətində manması yox. Doğru adlarınızı ötürüb berədi. Variant varmı? Variant telefon etsələr, telefonda gətirsən. Xullas bax variant, hə? Variantlarım var ekan, barter ikkilamchi xullas telefuraslar variantlar bor. Xo'p, pulni necha so'mda tursiz mana? 430 hang? Gəlişiləri. Gəlişilarmi axı? Qaytalar. 430 milyon gəlişilədi. Qaz, svet, bağ qılavnisi dostlar. Xullas caya gap bo'lishi mumkin emas. Ozgina minib tushgan katka yerlarni o'zlaringiz gelib remont etishlaringiz mumkin bo'ladi. Endi baribir yashab mindirgandan keyin shunday bo'ladi. Yashab mindiribdi joy. Shuning uchun tushgan katka yerlari bo'ladi. Qancha yilda solingan bu tozaymi bu? 2013'te. Kotejlar qatorida solingan axı bu. Hammasi bir qatori. 2013 hammasi bir qator solingan ekan, hammasi bir planla solingan ekan do'stlar. Shundan mana yashadingizlarmi albatta yasholmaymi? Kiraya yashaganlar. Hozir ehtiyojga agarda kiraya so'rasalar berasizmi? Görəmiz, satılmasa da. Satılmasa berasiz. Do'stlar, kiraya bo'lsam, agarda kimga kiraya joy kerak bo'ladi bo'lsa, beriladi ekan, lekin sotilinchasini. Masalan, bir gün otursanız ertaga sotiladi bo'lsa, majbur chiqib ishlaringiz kerak bo'ladi. Shuning uchun agar kiraya bo'lsam, mana joy bor, sotilinchasini lekin. Joyga gap bo'lishi mumkin emas, planni, to'g'risi. Bu yan tarafimizda yana skvajinka qilib turibdi. Arka taraflaringiz ham kotej, bu ham kotej, yonbosh ham kotej do'stlar. Xullas o'zingiz kelib ko'ringlar, baho beringlar, narxlamalarni o'zingiz kelishasizlar. Arka tarafda bu yanimizda yozda yotish uchun nima deydi buni? Yozga yotadigan yer, xullas bir beyindən düzük qo'ysanizlar, yozda shu yerda o'tirib choy ichsangizlar ham bo'laveradi to'g'risi. Chotki. Bu zalni eshigi, zalni yemoqlagan vaqti to'y qo'yiladi, shuni ochib qo'ysalar, ovqatlarni bu kuxniyadan chiqaradilar, bu yerdan beraveradilar. To'y tomoshalarda. Shuning uchun mo'ljallangan do'stlar. Xullas joy umuman gap bo'lishi mumkin emas. Planini, to'g'risi plani menga yoqdi. Shuning gaplar do'stlar. Bizning videolarni like bosib, qo'llab-quvvatlasanizlar, xudo xolasa, ko'chmas mulklarni yana bir qator ko'rsatib, hammasini pullarni, narx-navolarni tanishtirib o'tamiz do'stlar. Hozir endi ketaverishda yo'lni syomka tiktaman, nerdan kelishni. Bu yer o'zi yo'la uzoq emas. Kommunizmda bilsangizlar, yonaqdan kelaverishda svetofordan chap aylansanizlar, metan zapravka bor. Shu metan zapravkadan o'tib kelaverasizlar do'stlar. Ya chiqdingizlar, yo'l asfalt. Shu asfaltdan ketaverasizlar. Yan tarafimizdan qo'ng'ishlar bor. Yan tarafimizdan qo'ng'ishlar bor. Doğrumuzdan mina. Ko'ringlar do'stlar, barter ham bor ekan, variantlar ham bor ekan. Bunday joy topish qiyin, ikkilamchi ham beradilar to'g'risi. Agarda kelishib biladigan bo'lsanizlar, lekin og'amiz kelishadi. Qatib o'tiradigan odam emas. Pastda telefon nomeri bo'ladi, telefon nomerlariga bog'lanasizlar, telefon urasizlar va narx-navolarni o'zingiz kelishlaringiz mumkin. Hammangizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ağalarımız, əpkələrimiz so'rab yuradi, bir etaj kotej bo'lsa aytinglar. Yine aynan sizlar uchun ushbu video bo'ladi. Endi men doğrusu ko'p odam telefon uradi, joy so'raydi, bir xonali, ikki xonali, uch xonali kotej so'raydi. Telefon nomerlarini hammasini yodda qo'yib bilamiz ha. Shuning uchun aytamiz, video chiqaramiz, shu videodan ko'rib telefon uringlar deb. Joyni o'zini egadan sotib olasizlar. O'rtada hech qanday olib sotar foydalanuvchi vositachi yo'q. Shuning uchun telefon uringlar, egadan sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Hammangizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yangi 24. Xudo xolasa ishonning qulay kotejlarni chiqarishda va kerakli bo'lgan ko'chmasliklarni chiqarishda davom etadi. Asa biz videoni yakunlaymiz. Endi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu joyga kelish yo'lini syomka etib ko'rsatib ketamiz.
Yangi ariq 24 kanali.